Insta bloger Jasmin Trans haqida yana xabarlar tarqaldi. Jasmin Trans yana kun tartibida. Meni kuting, men qaytyapman degan chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kunning tezkor xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Insta bloger Jasmin Trans yana ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarining diqqat markaziga aylandi. U o'zining Instagram sahifasida yaqin qoldi meni kuting, men qaytyapman mazmunidagi videolarni e'lon qilib, kuzatuvchilar orasida katta muhokamaga sabab bo'lmoqda. Ushbu chiqishdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlar bildirilmoqda. Ayrim foydalanuvchilar Jasminning qaytishiga qiziqish bildirib, uni qo'llab-quvvatlashini yozgan bo'lsa, boshqalar esa uning qaytishi kimga qiziq deya tanqidiy munosabat bildirgan. Shu tariqa videolar qisqa vaqt ichida keng tarqalib, izohlar soni ham oshib bormoqda. Jasmin Trans esa o'z chiqishlarida uni og'ir kunlarda qo'llab-quvvatlagan insonlarga minnatdorchilik bildirib, bildirilgan iliq fikrlar unga kuch bag'ishlaganini ta'kidladi. U yaqin vaqtlarda yana faol ijodiy ishlar bilan muxlislar qarshisiga chiqishini ham ma'lum qildi. So'nggi vaqtlarda Jasmin Trans qamoqdan chiqqanidan keyingi hayoti bilan ham ko'pchilikni qiziqtirmoqda. U Instagram sahifasida turli videolar va shaxsiy postlarni joylashtirib, o'z faolligini qayta tiklashga harakat qilayotganini kuzatilmoqda. Biroq uning kelgusi rejalari, yangi loyihalari va faoliyati qanday yo'nalishda davom etishi haqida rasman batafsil ma'lumot bildirmagan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Jasmin Transning qaytishi haqidagi muhokamalar davom etmoqda. Bir tomon uning yangi sahifa ochishini va faoliyatini qayta boshlashini qo'llab-quvvatlasa, yana bir qismi bu qaytish katta o'zgarishga olib kelmasligini ta'kidlamoqda. Siz qanday fikrdasiz, qadrli tomoshabin? Jasmin Transning ijtimoiy tarmoqlardagi qaytishiga munosabatingiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.